Qadrli obunachilar, yaxshimisizlar? Mana Sparkimiz Ximchiska shumka keldi. Mana eshiklarni shumka qilamiz. Karpedalarni qilamiz akalar. Qonni patalolargacha tozalab, Ximchiska qilib atidofda ellab beramiz akalar. İşte hozir boshlayapmiz akalar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, 150 kW chiqarasizda like bosib qo'yasizlar, sparklar jo'natib qo'yasizlar. Bu mana birinchi paytsi, ikkinchi paytsi qilingan. Buni malirovkalargacha qildirtirib beryapmiz akalar. Qonni diskalargacha tiniq qilib, arqa holatlari ham qarovsiz minilgan. Mana inshaalloh ahvoliga og'ir akalar. Buni zavod qilamiz, qonni tayyorlaymiz, yana obzor qilamiz. Mana bo'lmagan holatlari like bosib qo'yasizlar, kuzatib qo'ysalaring, bitirib obzor qilamiz. 1-2-3 kunda xudo xolasa.